Hayajon avjida. Shiddatli o'yin. Jarima zarbasi. Gol! Hissiyotlarni jilovlab bo'lmayapti. Menga qolsa, Alisher, siz bilan Osmanni bitta duet qilsak. Osmon og'a nima deysiz? Yaxshi qilib. Siz o'zbekcha gapiradigansiz, bizni qiynalib Gaplashadi. Loyihani oxirigacha Jaydaru o'zbekchani o'rgatamiz. Bir ahım var gelinlerin Alisherda juda ham bir yurakni sel qiladigan intonatsiyalar bor. yüce dağlar. Boshqalar qayrilganda ham men Nasiba opani tanlamoqchi edim. O'zlari qayrilib qoldilar. Siz xohlaysizmi? Xohlamaysizmi? Endi meni gruppamdasiz dedilar. Juda ham xursand bo'lib ketdim, ko'nglim ko'tarildi. Sizni guruhingizga tushganimdan juda ham nihoyat xursandman ustoz. Bittaman emas, hamma do'stlarimiz olduz amalga oshirganmiz. Bitta faqat g'alaba qozonish emas deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Hammamiz do'st bo'lib qolamiz deb. Do'st bo'lib qolamiz deb. Chiroyli ishtirok etish va ovoz bahonasida tanishib, undan keyin chiroyli ijodiy loyihalar qilish. O'zimiz oramizda ham chiroyli narsalar qilsak bo'ladi. Rahmat. Xush kelibsiz. Uzun notalar, keyin ovozda vibratsiyalar, bu narsalar Osmonga xos narsa. У меня желание было, если повернется Насиба Абдуллаев, пойти к ней. Удача улыбнулась мне, и повернулись все четыре. И поэтому я выбрал Насибу Абдуллаеву, чем я очень доволен. Gurur duyuram sizin komandada olmak için. Çok sağ ol. Canlar sanasız. Azerbaycan, Özbekistan halk akısız. Çok sağ ol, çok sağ ol. Sen de bizim layihamize hoş gelmişsin. Bu layihə bizim hamımızın tanış olmağımız üçün, bizim bir komanda olmağımız üçün çox böyük bir imkaniyyətdir. Və mən ümid edirəm ki, layihədən sonra da nə olursa olsun, həmişə bir-birimizi axtaracağıq, görəcəyik. Xoş gəlmişsən. Çok sağ ol. Sənə uğurlar arzulayıram. Umuman ikkalasi bir-biriga o'xshamagan. Ijro uslubi, ovozlari, ijro yo'nalishlari umuman bir-biriga o'xshamagan ikkita ijrochi janub bilan shimolni bir joyga olib kelib, uni bir uyg'unlashtirishga o'xshagan bir g'oya bo'lyapti-da bularning dueti. Sherigim Ozarbayjondan Usmon og'a juda ham yaxshi bir samimiy inson ekanlar. Repetitsiya jarayonlarida ham bir-birimizga qiyinchilik tug'dirmadik. Напарник мой тембрально очень сильный. И я надеюсь, я тоже сильный. Ustozimiz qo'shig'imizni ham tanlab berdilar. Gruzincha mashhur asarlardan. Насчет нашего дуэта я могу сказать одно. Ожидайте. Это будет что-то сильное. Usmon va Alisher, marhamat kutib oling. Usmon va Alisher. Kavkazdan alangali otashin salom. Siz bir aylanib kelay dedingiz-a? Agressiya kerak emas.
Tabassum ham shart emas ekan. Bu 100%. Yo bular urushib ketishi ham mumkin lekin. Odatda bunaqa ko'rinishda UFC janglari boshlanardi. Bu farazmincha kiyimmi, gruzincha kiyimmi? Indashmayapti, bu to'g'ri. Chunki oldinda muhim jang bor. Qarama-qarshilik. Nasiba Abdullayeva jamoasi. Boshladik. О, уже хорошо. Уже хорошо. Şemilu Nebiyasti biyala Bayram derdi bağlanır Zaliya Mavla drebi khan Santa sikitro davalme Zaliya Mavla drebi khan Santa sikitro davalme Şakebars Yetvi magrara Latkada. Şemag parviya çakara Kvelam to Tavosit sode Midami gulet samlara Kvelam to Tavosit sode Midami gulet samlara Treveli Skaro minare Sedgul zegad mom dinare Shen shemo Bilo ioro Moktve dugnaho minzare Shen shemo Shen nachemo Bilo ioro Moktve dugnaho mazindare Alisher va Usmon olqishlab qo'yamiz. Nasiba Abdullayeva jamoasi. Va biz doimgidek ustozlar fikrlariga navbat beramiz. Marhamat, Anvar Jo'rayev, sizdan boshlaymiz. O'tirib olishganidan men o'yladim bir nimadir jiddiy boshlanadi hozir degandim. Действительно Jiddiy bo'lmadi. Yo, действительно shu men bu gruzinskiy o'sha notalarni ham juda maromiga yetkazib. Anvar aka, men musiqadan xabari yo'q odamman-da. Gruzinskiy nota qanaqa bo'ladi? Gruzinskaya многоголосие bor. Ha. U o'sha hamma anaqadan ajralib turadi. Ularni shu intervallari. Tog'ni narigi ham tomonidan ham gruzinlarda eshitilishi ko'p ovozli qilib kuylash Ha. hali Ularda odat. ko'p xalqlarda bo'lmagan paytida, mana Yevropa klassik musiqasi paydo bo'lgandan keyin ko'p tovushlik, ko'p ovozlik tarqalib ketgan bo'lsa, ijro gruzinlarda bu ijro 7-asrdan boshlangan. 7-asrdan ko'p ovozlik bilan ijro etish bularda bo'lgan narsa, bularni xalq musiqasiga singib ketgan narsa. Keyin bularni mana shu intervallari ham unikalniy считаются. Bugun shu narsa ishtirokchilarda o'xshadimi? O'xshadi albatta-da. Rahmat sizga. Olqishlab qo'yamiz Anvar Jo'rayev. Shohruxxon, marhamat. Nima ham deydim? Nimadir deyish kerak, she'rishni. Nimadir deyishim kerak. Ustozimiz Farruh aka
aytganlaridek ortiqcha harakatlarsiz o'sha musiqaga urg'uni berib, ovozga, ijroga urg'uni berib, bizani o'zga olamlarga olib ketdinglar. Katta rahmat sizga. Rahmat. Nolalayamdek indiyskiy nolalayam qo'shildi lekin. Yo'q. Takoy ana O'sha o'zlarini o'sha jaydari nolasi bo'ldi, jaydari. Indiyskiy u mani aksentim edi. Sahna orqasida mikrofon gapirib oldi. Ha, Qolgani joyida. Farruh Karimov, marhamat. Endi bilmadim bu g'oya kimga keldi shu o'tirib ijro etishdi. Lekin zo'r. O'zlariga. Ha, mazza qilib, ha. Mana qarama qarshilik degan jarayoniga bu mana haqiqiy qarshilik bo'ldi. Ringda o'tirib aytishdi o'zi bu qarshilik. Ha, Bu to'g'rimi? ringga qarshilik. Ringga qarshilik. Yaxshi musiqa, yaxshi qo'shiq, ringmi yo boshqa mardi maydon, ha? Hozir mana ringda maza qilib o'tirishib, qo'shiqni ijro etishdi. Biz ham maza qildik. Rahmat. Sizga ham katta rahmat. Farruh Zokirov olqishlab qo'yamiz va jamoa ustoziga yuzlanamiz. Eng qiyini boshlandi. Ko'z yosh to'kadigan vaqtimiz keldi. Yo endi mayli o'zingiz ushlab oling. Bu yoqda o'tirgan mana hamkasblar ham bittalari ham biror bir imo ishora berishmadi. Ijro albatta ko'nglimdagidek bo'ldi. Xo'sh, menga bu intonatsiya juda ham yoqyapti. Xo'sh. Alisher davom etadilar. Alisher, biz sizni tabriklaymiz. Siz ovoz loyihasida ishtirokingizni davom etasiz va siz navbatdagi bosqichdasiz. Ko'rishamiz. Ana shunday. Rahmat sizga. Biz esa ana endi men sizga baribir shartlarni tushuntirib o'tishim kerak. Odatda bu bosqichda ustozlardan kimdir ishtirokchi qutqarib qolish imkoniyatiga ega edi. Lekin hozir har bitta ustoz jamoasi to'lgan. Demak, sizni bu mavsumdagi ishtirokingiz shu nuqtada yakuniga yetyapti. Aytadigan gaplaringiz bo'lsa, bemalol. Marhamat. Ассаламу алейкум. Хочу поблагодарить устоз вас за подаренный момент в моей жизни, поучаствовать в таком проекте, быть рядом с вами. Я абсолютно не расстроен, абсолютно. Потому что я пришел сюда с одной целью – попасть к Насибе Абдуллаевой. Я туда попал, и даже если было бы место, и меня выбрали бы, я бы все равно бы ушел бы с проекта. Я хотел только быть у Насибы Абдуллаевой. Поэтому я абсолютно Красавчик. с открытой душой ухожу, потому что познакомился с вами поближе. Это моя была мечта, и это самое главное для меня. А творчество у меня есть и будет продолжаться. Spasibo большое. Katta rahmat sizga. Hammasidan mamnunman deyishdi, orzularimga yetdim deyishdi. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Osman balam, yo'lun ochiq olsun. Bilirsanki biz bir yerdeyiz. Yo'ling ochiq olsun. Ve bundan sonra birlikte okuyacak mahnalarımız olacak. Biz hemşe birlikteyiz. Seni çok sevdim ben, canım. Tarjimasini qiling. Молодец. Yaxshi gaplar gapirishdi. Красавчик. Удачи, дорогой. Anlamayapmi? Qarama qarshilik bosqichi. Ko'z yoshlar, hayajon qanchalik ko'p bo'lmasin, biz davom etishimiz kerak. Nasiba Abdullayeva jamoasi bilan davom etamiz. Navbatdagi juftlik.